Assalomu alaykum ledilarim. Bugun meni kurslarimda, offline kurslarimda qatnashib, natijaga chiqqan qizimizni o'tib beryaptilar. So'lovlarni tiklaganlar, yeshilan texnikasini a'lo darajada topshirdilar, suvni tortdilar, opusheniyalari ko'tarilgan. Hozir o'zlaridan ham eshitsanglar bo'ladi. Shahnoza, o'zingizni kursdagi olgan sog'lig'ingizdagi muammolarni tiklangani haqida ozgina gapirib bersangiz. Men bundan bir oy oldin bularga yozildim. Simona Lezifitga yozilgandim. Ungacha rosa qiyin holatda edim. Yonlariga keldim, vazifatomlarni gaplashdik, holatimni ko'rdilar. Og'ir ekan Shahnoza dedilar, tezroq harakat qilmasangiz keyin operatsiya bo'lib qolishi mumkin dedilar. Kech bo'lib qolmasin dedilar. Keyin qatnashdim. Shu kuni kelganimda rosa ham yig'lavoring deb kelayotgandim. Yig'lamay hali hamma zo'r bo'ladi.